Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yangi yil boshi yana juda katta surprizlar bilan boshlanyapti. Afsuski qancha harakat qilmaylik, baribir tashqi tomondan turli bosimlar, xurujlar bo'layotganligini ko'rib turibmiz. Biz xohlamasak ham, lekin bu bo'lyapti. Xususan, demak, kuni kecha Rossiyani ashaddiy propagandachisi, Kreml siyosatini ashaddiy qo'llab-quvvatlovchi propagandisti bo'lgan jurnalist, deyarli bu arbob darajasidagi shaxs Vladimir Solovyov Rossiya Markaziy Osiyodagi ta'sir doirasini qayta ko'rish kerakligi haqida gapirdi. Armaniston va Markaziy Osiyo masalasida, ya'ni o'sha bosqinchilik siyosatini mana shu mamlakatlarga qaratish kerakligini bilvosita aytyapti bu inson. Ya'ni uni gapini tagida shu narsa yotibdi. Markaziy Osiyo mamlakatidagi alohida davlatlarga qaratish haqida gapirmayapti. Umumiy mana shu hududni bosib olish, uni o'zini ta'sir doirasiga olish haqida gap ketyapti. Buni agar Rossiyadagi o'rta darajadagi boshqa bir jurnalistlar, boshqa bir siyosatchilar gapirganda, boshqa gap ediki, nima uchun bu masala jiddiy? Chunki Vladimir Solovyov bu o'zini faoliyati davomida shunchaki hech narsani gapiradigan inson emas. U bilvosita Kremlda uzoq strategik rejalarini, maqsadlarini jamoatchilikka yetkazib beradigan va shu orqali Kreml kelajakda o'zi xohlagan o'sha axborot o'sha yo'nalishiga odamlarning fikrini qaratishga xizmat qiladigan odamlardan biri. Bundan qiladigan xulosa, demak, Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan Rossiya o'zini kelajakdagi tajovuzkor siyosatini amalga oshirmoqchi. Qo'pol ayting, biz shunday tushunamiz. Boshqacha tushunadigan joyi qolmayapti buni. Buni boshqa odam aytganda ham balki jiddiy qabul qilmaslik mumkin edi, lekin Solovyovga o'xshagan odamlar shunchaki gapirmaydi. Ukraina masalasida xuddi shunaqa bo'lgan. Bir necha yil davomida jamoatchilik tayyorlandi, jamiyat tayyorlandi va undan keyin tajovuzkor ishlar boshlandi. Va buni umumiy jamiyat normal qabul qilishga boshladi. Nimaga? Chunki bir necha yil davomida odamlarni ongi mana shu o'zini olishimiz kerak, u bizga qarashli yer, bosib olishimiz kerak, u bizga dushman degan shu gaplar bilan ong singdirildi jamiyatda ongiga mana shu axborotlar. Solovyovga o'xshagan odamlar bunda katta rol o'ynab berdi. Va endi ochiqchasiga, demak, Ukraina masalasidan keyin tajovuzkor siyosat Markaziy Osiyoga qaratilishi kerakligi haqida gapirilyapti. Bu bekorga emas. Nimaga? O'rtoqlar, tan olishimiz kerak, Amerika Qo'shma Shtatlari ham, Rossiya ham dunyoni bo'lib olish bo'yicha yangi siyosat, yangi bosqichdagi ishlar boshlanganligini ko'rsatib beryapti. Bu 19-asrda agar o'sha bosqinchilik siyosati qudratli davlatlar tomonidan qanday amalga oshirilgan bo'lsa, xuddi shu yo'lda ketayotganligi bildirilyapti. Agar bir tarixni yaxshi biladiganlar buni eslashadi. Masalan, Birinchi jahon urushi boshlanishida ham, keyinchalik Ikkinchi jahon urushi boshlanishida ham, demak, Germaniyani o'sha dunyoda ta'sir doirasi kichikroq bo'lganligi sababli biz ko'proq hududlar bizga qarashli bo'lish kerak degan shunaqa istaklari oqibatida boshlanganini yaxshi bilishadi. Boshqa sabablar ham bo'lgan, no asosiy sabablardan biri mana shu Germaniyaning ochko'zligi edi, Germaniya hukumatini. Xuddi shunaqa ish mana hozir yana ketyapti. Amerika o'zini ta'sir doirasini kengaytiryapti, istagan mamlakat hududiga bostirib kiryapti, har xil bahonalar bilan. Rossiya ham bu tomonda qo'shisi bilan Ukraina o'zini bitta aka-ukaday bo'lgan o'sha xalqqa nisbatan tajovuzkor siyosatda olib boryapti, urush olib boryapti. Bu degani, demak, dunyoni qayta bo'lib olish boshlandi, qo'pol aytgan. Va afsuski, mana shu qayta bo'lib olish rejasida Markaziy Osiyo ham bor ekan. Va bu borada bu hududni yana Rossiya o'zini ta'siriga olish, bu mamlakatlarda suverenitetini yo'qotish va o'ziga qaram qilish haqida ochiqcha o'zini xohishlari borligini Solovyovlar orqali bildiryapti. Bundan vahima qilma, bu bo'lmagan gap deyish mumkindir. Yaxshilab tarixni kuzatadigan bo'lsak, bizda xuddi shunaqa bo'lgan va bizni zaif tomonimiz, biz Markaziy Osiyo mamlakatlari 5 ta bo'lakka bo'linganmiz, 5 ta alohida respublika. 5 ta alohida respublikaning fuqarolari bor. Lekin tub o'zak bitta. Xo'p.
qiladigan xulosamiz yana shuni aytamiz, biz xavfsizlik mana shunaqa tahdidlar oldida bir musht bo'lib harakat qilishimiz kerak. Demak, ochiqcha aytadigan bo'lsak, kelajakda xavfsizlik, tashqi xavf, tashqi bosimlarga kurash masalasida ham umumiy harbiy blok tuzgan holda harakat qilish, yondashish haqida jiddiy o'ylab ko'rish vaqti yetganligini ko'rsatyapti. Rossiya bo'lmasa boshqasi bu harakatga tushar, lekin ayni paytda Rossiya Markaziy Osiyo bu mani tomorqam, u maniki bo'lishi kerak degan gapni aytyapti. Amerika demak Lotin Amerikasida, AQSh demak Lotin Amerikasini o'zini tomorqasi sifatida ko'ryapti. Ya'ni qo'pol aytganda katta davlatlar haqiqatda bo'lishib olishni boshladi. Balki bular kelishib ham olgandir bir-biri bilan ta'sir doirani bo'lib olish bo'yicha. Lekin bu bizning mustaqilligimizga, xalqlarimizni uzoq vaqt davomida yo'l qo'ygan xato oqibatida o'zligini yo'qotish, tarixini yo'qotish yo'lidagi nima deydi, fojiali o'tmishimizdan to'g'ri xulosa chiqarib harakat qilishimiz kerakligini anglatadi. O'rtoqlar, mana shu bir vaqtlar Chor Rossiyasini bosqinchiligi oqibatida, aldovlari oqibatida, keyinchalik mana shu bolsheviklarda turli va'dalarning oqibatida biz bo'lak-bo'laklarga bo'lib tashlanganmiz. Va mana hozir qo'pol aytganda narigi tomonda o'zimizni qavm qarindoshimiz, yaqinimiz vafot etadimi, to'y qiladimi, boshqami, biz bir-birimizga qavm qarindoshi chegaralar orqali borib kelib yuribmiz. Xo'p, vaziyat nuqtai nazaridan bordir, lekin ertaga tashqi xavf kelyapti. Nima qilamiz? Yakka-yakka yuramizmi? Yo'q. Ilgarigi qilgan xatoni endi hozir takrorlamaslik kerak. Shuning uchun ayirmachilik, millatchilik, bo'lvorishga harakat qilish, mahalliychilik kabi masalalarni yig'ishtirish kerak. Bugun umumiy tashqi bosim, xavf qayerdan kelayotganligini yaxshiroq anglashimiz kerak. Biz va bolalarimiz, bizdan keyingilar ham ozod, obod, mustaqil davlatda, mustaqil vatanda ulg'ayishi kerak va ular hech kimga qul bo'lmasligi kerak. Buning uchun hozir biz ko'zni ochaylik, o'rtoqlar. Men o'ylayman, mana shu tashqi xavflarga qarshi bir musht bo'lib harakat qilish masalasini kun tartibiga olib chiqish, bu bo'yicha debatlar ochish vaqti kelgan. Bizni ziyolilarimiz buni to'g'ri ma'noda odamlarga yetkizish kerak deb o'ylayman va eng yaxshi qadam deb hisoblayman men prezidentimiz Shavkat Miromonovich aynan Markaziy Osiyo mamlakatlarini birlashishi, yaqinlashishi, integratsiyalashishiga juda katta hissa qo'shyaptilar. Buni alohida ta'kidlash kerak. Mana shu prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan mana shu boradagi siyosatni hamma qo'llab-quvvatlash kerak va boshqa mamlakatlarda rahbarlari ham qo'llab-quvvatlagan holda mana shunday tashqi xavflarga qarshi bir musht bo'lib, harbiy blok shaklida bo'ladimi, boshqami, buni qanday nomlash vaqti kelib o'ylanadi. Lekin bir musht bo'lib turish masalasini qo'llab-quvvatlab olg'a olib chiqish kerak deb hisoblaymiz. Qo'pol ma'noda Solovyovlar bizga imo ishora beryapti. Kelajak qayerga ketayotganligi haqida. Shu boisdan men u Solovyov shunchaki aljirab qolib gapiryapti deb hisoblamayman. U aljiramayapti. U Kremlda strategik rejalarini ochib beryapti. Xohishlarini, ishtahasini namoyon qilyapti. Xushyor bo'laylik. Bundan tegishli xulosa chiqaraylik. Sog' bo'linglar.